Misr mumiyolarining kunimizgacha yetib kelganligining sababi ularning tuzlanganligidir. Bu kristal tuzdir va u xalit nomli mineraldir. Avval ham gaplashgandik. Tuzlamalar va pishloqlar undan tayyorlanadi. Kristal tuz mahsulotlarning chidamliligini oshiradi, mikrob va virusdan himoyalaydi. Shuning uchun ham tuzlama va uning suvi insonni sog'lom qiladi. Bilasizki, ba'zi odamlar oyoqlarini tuzli suvga solishadi. Bunga nima deysiz? Dengiz suvidek bir gap tanadagi shishlarni ketkazadi va charchoqni yozadi. Faqatgina oyoqlar emas, issiq buloqlarga borganingizda butun tanangiz bilan tuzli suvga tushasiz. Magmadagi tuzlar suvga aralashganida inson tanasini tinchlantiradi va butun teringizni mikroblarga qarshi chidamli qiladi.